umuman Toshkentga ko'chib ketishimdan oldingi Shahlo esinglardami? Oldin faqat shunaqa videolar olardim. Shunaqa hovli supurishni sog'inib ketibman borku. O'zi soat 8:30dan 9da turdim, kech uxlagandim, lekin mayli kech bo'lsa ham salqingina ekan deb shipirib qo'yaveray dedim. Uyimizga yulduzchalar uchib kelibdi. Qaranglar, qanaqa asalcha bo'lar ekan uzumni gulini birinchi marta ko'rishim. Shunaqa chiroyli bo'lar ekan. Bu tomonda ham salqin ekan. Shunday suvlar shipillatib sepdimda, shipirib chiqdim. Hamma yo'g'ini chiroyli qilib. Bu tomonda ham hovlimiz bor edi, buni ham shipiray dedim, lekin bilasizlar o'rtoqlar, u yoq ochiqlik uchun judayam quyosh tushib turgan ekan. Shuning uchun shipirmay qo'ya qoldim. Esinglardami o'rtoqlar, oldin faqat shunaqa videolar olardim. Qishloqda yashab yurganimda mazza edi. Mayli, odam baribir o'zini ustida ishlab ko'tarilishi kerak. Shipir bo'lganimdan keyin shunday yosh bolaga o'xshab obdastaga suv to'ldirib hamma yoqqa sepib chiqdim. Qaranglar, oppoqina tozagina bo'lib qoldi. Keyin bo'lsa bilasizlarmi nima qildim? Hovlini u yog'iga bordim. Shu devor chuqurlarni ko'ryapsizlarmi? Hammasini man qilganman. Ko'lab, o'zimga yoqqan kesakni tanlab olib yerdim mazza qilib. O'zi kesak puflashimga necha o'rtoqlar, shunaqa mazza qilardim. O'zi yerga suv sepganimda kesagim kelib ketdi. Shuning uchun yugurib keldimda, devor chuqurlab kesaklar mazza qilib yedim. Bu zavtrak o'rniga meni zavtragimda o'rtoqlar, sizlar ham shunaqamisizlar? Biror marta devor yeb ko'rganmisizlar? Kesak yeydiganlar yeb ko'ringlar, vashshe mazza bo'ladi. Qaranglar, devorni qanaqa teshicha qilib tashlagan mana o'rtoqlar. Devor yeganlar bormi? Kommentda yozib ketinglar.